Xalqimizda ko'chat ek, bog' yarat degan naql bor. Bir kun kelib ko'chatlar unib o'sadi, chiroyli manzara hosil qiladi. Go'zal manzara kishilar dilini yayratib, ko'zlarini quvontiradi. Asosiysi, havoning sofligi ta'minlanadi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida mamlakatimizdagi yashil maydonlarni ko'paytirish ayni maqsadlarni nazarda tutadi. Respublikada ekotizimlarni himoya qilish va tiklash, ko'kalamzorlashtirish ishlarini jadallashtirish va yashil maydonlarni kengaytirish borasidagi mazkur ishlar tabiat himoyasi yo'lida muhim qadam bo'ldi. Yurtboshimiz boshlagan xayrli tashabbus bugun Yangi Toshkent shahrini qurish direksiyasi xodimlari tomonidan davom ettirilmoqda. Yangi Toshkent loyihasi amalga oshirilayotgan asosiy yo'l yoqalariga terak archa singari yuzlab manzarali daraxtlar ko'chatlari ekilmoqda. Ma'lumot o'rnida ta'kidlash joizki, Yangi Toshkent chinakam ekologik shahar bo'ladi. Toshkentning yashil belbog'i loyihasi aynan shu yerdan boshlanadi. 420 gektar maydonda markaziy bog' barpo etilib, 20 ming tup daraxt ekiladi.